Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim, juda og'riqli va deyarli har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Pensiyalar to'xtaydimi? XVF. Ya'ni xalqaro valyuta jamg'armasi haqiqatan ham to'lovlarni bekor qilishni talab qildimi? Pensionerlar, nafaqa oluvchilar, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar nimadan xavotir olishi kerak va nimadan qo'rqmasligi kerak? Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Chunki ko'p odamlar sarlavhani ko'radi, vahimaga tushadi. Endi pensiyamni bermas ekan, nafaqam bekor bo'lar ekan, bolalar puli to'xtar ekan deb o'ylaydi. Men esa bugun ekspert sifatida sizga oddiy tilda hujjatlar mantiqi, davlat budjeti, ijtimoiy to'lovlar va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari qanday ishlashini tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz va qarindoshlaringiz ham bilishi kerak. Avvalo asosiy savolga javob beraman. Pensiyalar bir kunda birdaniga hech qanday qonunsiz to'xtab qolishi mumkinmi? Yo'q. Pensiya bu oddiy yordam puli emas. Bu fuqaroning yillar davomida ishlagan mehnati, to'langan ijtimoiy ajratmalar, mehnat staji va qonunchilik asosida shakllanadigan huquqi. Ya'ni pensiya davlatning xohlasam beraman, xohlamasam bermayman degan sovg'asi emas. Bu qonun bilan himoyalangan to'lov turidir. Lekin boshqa tomondan shuni ham yashirmaslik kerak. Budjetlik bosimsi oshyapti. Aholi soni ko'payyapti. Pensionerlar soni ortyapti. Ayrim sohalarda subsidiya va imtiyozlar ko'p. Davlat xarajatlari yildan yilga kattalashmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar esa davlatlarga odatda shunday tavsiya beradi. Xarajatlarni samaraliroq qiling, manzilsiz yordamlarni kamaytiring, haqiqatan muhtojlarga ko'proq bering, budjet taqchilligini nazorat qiling. Mana shu yerda ko'p odamlar noto'g'ri tushunadi. XVF hamma pensiyalarni bekor qiling demaydi. Odatda ular samarasiz imtiyozlar, keng tarqalgan subsidiyalar, manzilsiz kompensatsiyalar, iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydigan to'lovlar qayta ko'rib chiqilsin deydi. Bu nimani anglatadi? Masalan, elektr energiyasiz, gaz, yoqilg'i yoki boshqa xizmatlar arzon narxda hammaga bir xil berilsa, boy odam ham, kambag'al odam ham bir xil foyda ko'radi. XVF bunday tizimni adolatsiz deb hisoblaydi va yordamni hammaga emas, muhtojga bering deydi. Oldin qanday edi? Ko'p hollarda davlat ayrim to'lovlar, imtiyozlar va subsidiyalarni keng tarzda qo'llab kelgan. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolarga kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, ijtimoiy nafaqalar, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, pensiyalarga ustamalar, ayrim kasb egalari uchun imtiyozli pensiya shartlari, ayrim hududlar uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar bo'lishi mumkin. Bularning barchasi umumiy ijtimoiy himoya tizimining bir qismi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shuki, davlatlar, jumladan O'zbekiston ham ijtimoiy to'lovlarni manzilli qilishga harakat qilmoqda. Ya'ni kim haqiqatan muhtoj, kimning daromadi kam, kimning oilasida ishga layoqatli odam yo'q, kim nogironligi sababli ishlay olmaydi, kim yolg'iz pensioner degan savollar tekshiriladi. Avvalgidek hamma ariza berganga bir xil yordam berish emas, balki ma'lumotlar bazasi orqali holatni aniqlash kuchayadi. Bu yaxshi tomoni ham bor, xavfli tomoni ham bor. Yaxshi tomoni, yordam haqiqatan muhtojlarga ko'proq yetib borishi mumkin. Xavfli tomoni hujjatdagi xato daromad noto'g'ri ko'rsatilishi, propiska masalasi, oilaviy tarkibdagi chalkashlik. Bank hisobidagi yoki kadastrdagi ma'lumotlar sababli ayrim odamlar yordamdan vaqtincha tushib qolishi mumkin. Birinchi toifa, yoshga doir pensiya olayotganlar. Agar siz qonuniy tartibda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, mehnat stajingiz hisoblangan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizga pensiya tayinlagan bo'lsa, pensiyangiz shunchaki XVF aytdi deb bekor qilinmaydi. Pensiya tayinlangandan keyin uni to'xtatish uchun qonuniy asos kerak. Masalan, fuqaro vafot etsa, chet elga doimiy yashashga chiqish tartibida ayrim hujjatlar talab qilinsa, noto'g'ri hujjatlar bilan pensiya tayinlangani aniqlansa, ikki joydan asossiz to'lov olingani ma'lum bo'lsa, shunday holatlarda qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Ammo oddiy pensioner ertaga pul tushmay qolar ekan deb vahimaga tushmasligi kerak. Misol uchun, Toshkent viloyatida yashovchi 65 yoshli erkak 35 yil ishlagan, zavodda, keyin xususiy korxonada mehnat qilgan, hamma hujjatlari bor. Pensiyasi oyiga 1 million 500 ming so'm deylik. Bunday odamning pensiyasi xalqaro tashkilot tavsiyasi sababli bekor qilinmaydi. Agar pensiya miqdori o'zgarsa ham, bu faqat qonun, indeksatsiya, qayta hisoblash yoki yangi tartib asosida bo'ladi. Ikkinchi toifa,
nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan nuqta bor. Nogironlik to'lovlari odatda tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi. Nogironlik guruhi muddatli yoki muddatsiz belgilanishiga bog'liq. Agar nogironlik muddati tugasa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu XVF sababli emas, hujjat muddati sababli. Shuning uchun nogironligi bo'lgan fuqarolar eng avvalo o'z hujjatlarining amal qilish muddatini tekshirib turishi kerak. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning nogironlik muddati 2026 yil 20 martgacha belgilangan bo'lsa, u mart oyidan oldin qayta ko'rik masalasini hal qilishi kerak. Agar u men shundoq ham kasalman o'zlari biladi deb yuraversa, tizimda muddat tugagan deb chiqadi va to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin u idora yurishga majbur bo'ladi. Demak, xavotirning sababi pensiyalar bekor bo'ldi emas, balki hujjatni vaqtida yangilamaslik bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifati yordam oluvchilar. Mana shu guruh eng ko'p e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bu to'lovlar pensiyadan farqli ravishda ko'proq manzilli yordam hisoblanadi. Ya'ni oilaning daromadi, mulki, avtomobili, uy-joyi, bank operatsiyalari, ishga layoqatli a'zolari, ro'yxatdagi odamlar soni, bolalar soni hisobga olinadi. Agar tizim sizning oilangizni muhtoj deb tan olsa, yordam tayinlanadi. Agar daromad me'yordan oshib ketgan deb chiqsa, rad etilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Misol qilaylik, bir oilada xotin va 3 ta bola bor. Rasman ishlamaydi, lekin mavsumiy ishlarda pul topadi. Ayol uyda bolalar bilan. Oilaning rasmiy daromadi kam ko'rinadi va ular bolalar nafaqasi oladi. Lekin keyin nomiga avtomobil rasmiylashtiriladi yoki bank kartasiga muntazam katta summalar kelib turadi. Tizim buni ko'rib, oilada daromad manbai bor deb baholashi mumkin. Natijada nafaqa to'xtashi ehtimoli paydo bo'ladi. Bu hamma nafaqadan chiqarish degani emas, bu manzillik tekshiruvi. Yana bir misol. Qishloqda yashovchi ayol 2 farzandi bilan bolalar pul oladi. Uning turmush o'rtog'i Rossiyada ishlaydi, lekin pulni har oy bank orqali yubormaydi. Ba'zan tanishlar orqali beradi. Hujjatda daromad kam ko'rinadi. Keyin birdan bank orqali 10 million so'm o'tkazma tushadi. Tizim buni ham daromad sifatida baholashi mumkin. Shu sababli ayrim oylar yordam qayta ko'rib chiqiladi. Odamlar esa davlat pulimni olib qo'ydi deb o'ylaydi. Aslida sabab ma'lumotlar bazasida paydo bo'lgan o'zgarish bo'lishi mumkin. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi. Men pensiya olaman, lekin qo'shimcha ishlayman. Endi pensiyam to'xtaydimi? Umumiy qoida shuki, yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlashi uning pensiya huquqini avtomatik yo'q qilmaydi. Lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida toifadagi to'lovlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar ishga kirganda mehnat shartnomasi rasmiy bo'lishi, pensiya jamg'armasi bazasida xato bo'lmasligi, ortiqcha yoki kam to'lov chiqmasligi uchun ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerak. 5-toifa imtiyozli pensiya yoki maxsus ustama olayotganlar. Masalan, og'ir sharoitda ishlaganlar, ayrim soha xodimlari zararli ishlab chiqarishda bo'lganlar, uzoq yillik xizmat asosida pensiya olganlar. Kelajakda davlat xarajatlarini optimallashtirish doirasida ayrim imtiyozli tartiblarni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu hozir olinayotgan pensiyalarni darhol kesib tashlash degani emas. Lekin yangi tayinlanadigan pensiyalar uchun talablar qat'iylashishi ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun bunday toifadagi fuqarolar mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotlari ish sharoiti bo'yicha hujjatlarni oldindan tartibga keltirib qo'yish kerak. Asosiy qism 2. Istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylar. Endi men eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Chunki pul to'lovlari ko'pincha aynan mayda xatolar sababli kechikadi yoki to'xtaydi. Birinchi nozik jihat, pensiya bilan nafaqani aralashtirmang. Pensiya odatda mehnat staji va qonuniy huquq asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ko'pincha ijtimoiy yordam sifatida muhtojlik, nogironlik, bolalar soni, daromad darajasi kabi mezonlarga qarab belgilanadi. Shuning uchun nafaqalar qayta tekshiriladi degan xabarni eshitib, yoshga doir pensiya olayotgan odam vahimaga tushmasligi kerak. Bu ikki tushuncha bir xil emas. Ikkinchi nozik jihat, to'lov kechikishi har doim bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bank kartasi muddati tugaydi, karta bloklanadi. Bank rekvizitlari o'zgaradi, fuqaroning pasporti yangilanadi, tizimda familiya yoki tug'ilgan sana bo'yicha xato chiqadi. Natijada pul tushmay qoladi. Odam esa darrov pensiya to'xtadi deb o'ylaydi. Men bunday holatlarda birinchi navbatda bank ilovasini,
kartaning amal qilish muddatini, SMS xabarnomalarini va mahalla yoki pensiya jamg'armasidagi holatni tekshirishni tavsiya qilaman. 3-nozik jihat. Ortiqcha to'lov qaytarib olinishi mumkin. Agar fuqaro noto'g'ri hujjat topshirgan bo'lsa, vafot etgan odam nomidan pul yechilgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagandan keyin ham asossiz to'lov olingan bo'lsa, davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu ham xalqaro tashkilot talabi emas, oddiy moliyaviy nazorat. Masalan, bir odamning onasi vafot etadi, lekin karta uyda qoladi va qarindoshlar yana 2 oy pensiyani yechib oladi. Keyin bu holat aniqlansa, o'sha mablag' qaytarilishi kerak bo'ladi. Chunki vafot etgan shaxs nomidan to'lov olish qonuniy emas. 4-nozik jihat xorijga chiqish va doimiy yashash masalasi. Agar pensioner vaqtincha chet elga davolanishga yoki farzandlariga borsa, bu avtomatik pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chish, konsullik ro'yxati, yashash joyi, bank orqali to'lov olish tartibi kabi masalalar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddat chet elda yashayotgan pensionerlar o'z huquqini oldindan aniqlab olishi kerak. 5-nozik jihat. XVF talab qildi degan ibora ko'pincha siyosiy yoki media sarlavha sifatida ishlatiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi odatda kredit, makroiqtisodiy barqarorlik, budjet taqchilligi, inflyatsiya, davlat qarzi, subsidiyalar, soliq siyosati bo'yicha tavsiyalar beradi. Lekin davlatning ichki qonuni o'rniga qaror qabul qilmaydi. Ya'ni XVF kelib falon pensionerga pul bermang deb aytmaydi. Qarorni baribir davlat organlari, parlament, hukumat, tegishli vazirliklar va qonunchilik qabul qiladi. Shuning uchun har bir xabarni rasmiy manba bilan tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Yordamni bekor qilish emas, qayta taqsimlash bo'lishi mumkin. Masalan, davlat gaz yoki elektr subsidiyasini kamaytirsa, kommunal to'lovlar oshishi mumkin. Bu og'ir zarba bo'lmasligi uchun kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya berilishi mumkin. Ya'ni bir tomondan umumiy arzon narx bekor qilinadi, boshqa tomondan muhtojlarga manzilli yordam beriladi. Ammo bu tizim to'g'ri ishlashi uchun odamlarning ma'lumotlari aniq bo'lishi kerak. Agar sizning oilangiz haqiqatan muhtoj bo'lsa-yu, lekin hujjatda siz daromadi yetarli deb chiqib qolsangiz, yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Demak, eng katta xavf to'lovlarning o'zi emas, ma'lumotlarning noto'g'riligidir. 7-nozik jihat. Norasmiy ish muammosi. Ko'p odamlar yillar davomida ishlaydi, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmaydi. Bugun oylik oladi. Lekin ertaga pensiya hisoblashda staj chiqmaydi. Keyin men 30 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda 12 yil ko'rinadi. Mana shu eng katta muammo. Pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Guvohlar eski ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari ba'zan yordam beradi, lekin eng ishonchli yo'l rasmiy ish va rasmiy ajratmalar. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham bu videoni jiddiy qabul qilishi kerak. Pensiya masalasi faqat bugungi pensionerlar emas, bugungi o'tib ko'rti yoshdagilar uchun ham juda muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam to'lovingiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'ichisini yo'qotganlik pensiyasimi? Bolalar nafaqasimi? Moddiy yordammi yoki boshqa kompensatsiyami? Buni aniq biling, chunki har birining qoidasi boshqa. Agar bilmasangiz, mahallaga, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, sizga qaysi asosda to'lov tayinlanganini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSHIR, mehnat daftarchasi, elektron mehnat staji, nikoh yoki ajrim hujjatlari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik haqidagi xulosa, bank kartasi, rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ro'yxat ma'lumotlari hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Birgina harf xatosi ham to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. 3-qadam, agar pensiya kechiksa, vahimaga tushmang, lekin jim ham o'tirmang. Avval bankka murojaat qiling. Karta faolmi, pul kelganmi, hisob bloklanmaganmi? Keyin pensiya jamg'armasiga boring yoki telefon orqali so'rang. To'lov reyestrida bormisiz? Hujjat bo'yicha muammo chiqmaganmi? Agar og'zaki javob bilan masala hal bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangizni, JSSHIR raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, qaysi oy uchun to'lov tushmagani aniq yozing. Mening pensiya to'lovim nima sababdan amalga oshirilmagani yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, bolalar puli yoki moddiy yordam rad etilsa, sababini albatta biling. Tizim rad etdi degan javob yetarli emas. Siz rad etish sababini so'rashga haqlisiz.
Daromad oshib ketdimi? Oilada avtomobil bormi deb chiqyaptimi? Kadastrda ortiqcha uy-joy ko'rinyaptimi? Oila tarkibida ishlovchi shaxs bor deb belgilanganmi? Shuni aniqlamasangiz, keyingi arizada ham yana rad javobi olasiz. 5-qadam arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. Ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotganlar uchun bu juda muhim. Eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Lavozim nomi va ishga kirgan chiqqan sanalar to'g'rimi? Bularni tekshiring. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, o'ris tashkilot yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam norasmiy daromad masalasida ehtiyot bo'ling. Men hech kimga daromadni yashiring demayman. Aksincha, qonuniy va rasmiy ishlashni maslahat beraman. Lekin shuni bilingki, ijtimoiy yordam olayotgan oilaning kartasiga muntazam katta pul tushish tizimda daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Agar bu qarz bo'lsa, davolanish uchun yordam bo'lsa, qarindoshdan vaqtincha olingan pul bo'lsa, hujjatli izoh kerak bo'lishi mumkin. Har qanday katta moliyaviy harakat keyin savol tug'dirishi mumkin. 7-qadam rasmiy manbalardan foydalaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, vahimali sarlavhalar, ertan hamma pensiya bekor degan audio xabarlar, qo'rqituvchi videolarga ishonmang. Har doim rasmiy vazirliklar, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, hukumat qarorlari, qonun hujjatlari orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Chunki vahima odamni noto'g'ri qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir kartasidagi pulni shoshilib yechadi, kimdir hujjatni noto'g'ri to'ldiradi, kimdir firibgarlarga aldanadi. 8-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya va nafaqa mavzusida firibgarlar juda faol bo'ladi. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini bering. Nafaqani tiklab beraman, oldindan pul tashlang. Xweb ro'yxatidan chiqarib beraman kabi gaplar aytishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning SMS kodini, PIN kodini, ilova parolini hech kimga bermang. Davlat organlari sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik. 9-qadam, agar haqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, shikoyat qiling. Avval tuman bo'limiga yozma murojaat qiling. Javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Muhimi, hammasini og'zaki emas, yozma qiling. Arizangiz nusxasini saqlang, kirim raqamini oling, javob muddatini kuting. Og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma murojaat esa huquqiy asos bo'ladi. 10-qadam, oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizimlarni tushunmaydi. Bank ilovasidan foydalana olmaydi. Hujjatdagi xatoni ko'rmaydi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar ularga yordam berishi kerak. Karta muddati tugaganmi? Telefon raqami o'zgarganmi? Pasport yangilanganmi? Pensiya o'z vaqtida tushyaptimi? Bularni tekshirib turing. Chunki keksalar ko'pincha muammo kattalashgandan keyin aytadi. Endi Xweb talabi to'lovlarni bekor qilish degan iboraga yakuniy baho beraman. Men buni shunday tushuntiraman. Xalqaro tashkilotlar davlatlarga xarajatlarni tartibga solish, samarasiz subsidiyalarni kamaytirish, ijtimoiy yordamni manzilli qilish bo'yicha tavsiya berishi mumkin. Bu tavsiyalar natijasida ayrim imtiyozlar qayta ko'rib chiqilishi, ayrim yordam turlari qat'iyroq tekshirilishi, budjetdan beriladigan umumiy qo'llab-quvvatlashlar qisqarishi mumkin. Lekin bu hamma pensiyalar bekor bo'ladi degani emas. Eng asosiy farq mana shu. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Bolalar puli va moddiy yordam oluvchilar. Nogironlik hujjati muddati tugayotganlar, imtiyozli pensiya uchun hujjat tayyorlayotganlar, chet elda uzoq muddat yashayotgan pensionerlar, hujjatlarda xato bo'lishi mumkin bo'lganlar, norasmiy ishlagan va stajini isbotlash kerak bo'lganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Qonuniy tayinlangan yoshga doir pensiyani muntazam olayotgan, hujjatlari joyida, bank rekvizitlari to'g'ri bo'lgan pensionerlar. Xulosa qilib aytaman. Pensiyalar masalasida vahima kerak emas, lekin beparvolik ham mumkin emas. Pensiya qonuniy huquq, uni shunchaki bekor qilib bo'lmaydi. Ammo ijtimoiy yordamlar, nafaqalar, subsidiyalar va imtiyozlar tizimi tobora ko'proq tekshiriladigan, manzilli va ma'lumotlar bazasiga bog'liq bo'lib boryapti. Shuning uchun har bir fuqaro o'z hujjatini, daromad holatini, to'lov turini va ariza sabablarini bilishi shart. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam bo'yicha muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi hudud, qaysi to'lov turi, nima sababdan to'xtagan yoki rad etilgan.
Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, mahallada pensionerlarga yuboring. Chunki to'g'ri ma'lumot odamni vahimadan ham, firibgarlardan ham, ortiqcha sarsonlikdan ham himoya qiladi.